ikki narsa darxost. Avvalan jiddan darxost shuki, mana shu baranda shu qavmi behi shiddat zarurati bor. Kiramchi جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. Aziz Xo'jayli Ko'bostondagi safarsini ta'qib qilayotgan aziz yigitlar, aziz xayrixo'javanlar, bu xusus chidoqil va xorij musofirbachalar, do'stlar, vatandorlar hammalari shohid ko'rib o'tirsizlar. Bizlar bir masjidga keldik. Masjiddagi Qariya Arab qalliq ko'cha Surx aytiladi. Qariya Xayrobod. Masjidga kelib o'tiribmiz. Toza tashkil, bu masjid toza tuzalib, toza e'mor bo'lgan. Bularni so'raymiz, mana qariyador sohib bor, mulla imomi bor, mana yoshroqlar bor, musaflar. Inshaalloh bir ma'lumot olamiz. Ba'zi mushkulotlar bor ekan. Sizlar xayrxoh, sizlar vatandorlar va xayrsevar yigitlarni hamkorlarim bilan shunga inshaalloh vasila bo'lamiz. Ulardan so'raymizki, bu masjidga nima mushkuloti bor, qancha vaqt bo'ldiki ijod bo'lgani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aziz javonlar va navjavonlar, xayrxoh og'alarimiz. Hayki xorijda bo'linglar, hayki dohilda bo'linglar. Sizlarni Alloh taboraka va taolo ishlaringga, tijoratlaringga va qilayotgan har bir ishlaringga Xudoning xayrli bersin, barakat bersin. Men Mavlon Nurul Haq deydi, shu qariyadan bo'laman, shu 7 nafari. Men mana shu yerga am imomman, am sarmudarrisinman. Shu yerga shu mardimni xizmatiga shu bachalarni o'qitamiz kecha kunduz va kecha kunduz shu mardimga namoz berib shu yerga bizlar bordi. Necha vaqtdan beri, necha yildan beri siz bo'lgansiz? 4 yil mukammal bo'lib 5-yilga bizlar qadam qo'yganmiz shu yerga. Bu yerda mushkulotlarni aytib o'tdingiz. Bu oshasi kim tarafdan keladi? Qavm berami? Shularni ham bir ma'lumot bering. Yoshasi faqat apta bizlar talab ilmlardan izrpiya jamlaymiz. O'sha izrpiyani ham bunga birinchi yo'q piyoz qachorsa hammasi izrpiya bilan bir andoza mushkulot bor. Mushkulot bo'lsa ham yurt tutabdi Xudoning o'zi ili o'z joyi, ammo Xudoning hamkor bilan bo'ladi, bir andoza bo'lib tutaganda. Tashakkur sizdan Qorsoyev muhtaram. Inshaalloh mana bu xayrxoh yigitlar ko'rib o'tiribdi, hammasi inshaalloh hamkorlik qiladi. Hamkorliklarni inshaalloh vasila bo'lamiz. Inshaalloh mushkulotlarni aytib o'tdingiz. Inshaalloh fursatga inshaalloh emorni inshaalloh qo'lga olamiz. Allohdan rozi bo'lsin, sizlardan ham rozi bo'lsin, dinimizdan musulmonlardan. Bu masjidki va banom mashhur Abu Bakr Siddiq deydi. Xayrobod masjidi Qariya Xayrobod tashkil bo'lgan. Bu masjidni tuzalgani 4 yil bo'ladi. 4 yildan beri bizlar mardim zimiston oya kavshuzda qo'lizga olib kiramiz. Past inam chiqquncha olib chiqamiz. Bo'ron bo'lsa, barq bo'lsa, yog'in qorga xil mushkulotlar bor va bu masjid bir shaxsi bir masjid sag'ira bo'lsa unday emasdi. Bu masjidga taqriban 50 nafar kecha kunduz yotalay o'qiydi. Kunduz kun kelib ketayotgan jumlasi 150 tolibi bor, 3-4 ustodi bor. Bu yerga 2 vaqt yoshasi berilib takbir bilan faqat mardimni 4-5 pul bilan sizlardan 2 narsa darxost. Avvalan jiddan darxost shuki, mana shu baranda shu qavmi behi shiddat zarurati bor. Ikkilamchi sizlardan shu tulobolarga shu yerga yotdi, yoshasi bor. Shu bilan hamkor qilsanglar Alloh taboraka va taolo sizlarning umrlaringga va avlodlaringni, oilalaringni tamomida xayrxohlik bilan xayr ishingizda yursizlar. Alloh taboraka va taolo barakat bersin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrahmanirrahim. Men atim Qori Muhammad Ibrohim, marhum Imom Xo'jayinning o'g'li bo'laman. Xo'sh, shu masjidga qavman o'zim ham Qariya Xayrobod Surx ko'chaning oxiri bo'ladi. Bizlarning mushkulotimiz shuki, bir baranda masjidimizga barandamiz yo'q. Shu barandani javonlarni, qamlarni ko'mayi bilan inshaalloh bir aytdimki, shu imor bo'lsa, bizlar zimistonga birozroq mushkulotlarimiz borki, kavshimizni
ichkariga olib kiramiz, to'shaklar to'shab, shu masjid ichi chatal bo'lmasin, murdor bo'lmasin. Shu jihatdan qamlaya va chi xorij va chi dohil kishivardagi nafarlar nima shuki bir hamkorlik qilsa bizlar shu barandamizni tuzatib bersa. Tashakkur, sog' bo'ling. Shu xayrixoh yigitlarni haqiga bir duo ham bersangizlar inshaalloh. Ba'd az duo inshaalloh bizlar vasila bo'lamiz. Inshaalloh har narsaga hamkorlik qiladi, shu dohil va xorij musofir bachalar vasila bo'ladi inshaalloh tezda fursatda. Bo'ladi, baxir inshaalloh. Tashakkurlik bildiramiz bu Asadullo Yovuz sohibdan. Mana bu Xo'jaduku Boston safosidan kelib bizlarni hamkorlik qilib bu mushkulot mardimda qazoya chiqaradi, yetishtiradi mardimga. Bunda Asadullo xondan ham tashakkur. Duo beramiz mana bu yigitlarga, qavmlarga, hamma xizmat bizlarga mana shu barandamizni sotishlik uchun vasila bo'lsin-da. Malosa bir duo bering bularga, qavmlarga. Assalomu ala rasulih Muhammad va alihi ashabi ajmain. Ya Rabbim, bularni avlodlarini, bularni oilalarini, bularni har bittasiga o'zing xayr va barakat nasib qilganing, bularni umrlariga, o'zing ish qishlariga, tijoratlariga, tamom narsasiga xayrli nasib qilganing. Bularni o'tgan gunohlari bo'lsa, gunohlarini kechirganing, ularni otalari, onalari qabrlarini purnur aylantirganing, makonlarini, joylarini jannati firdavsdan aylantirganing. Xudovand taborak va taolo jumla jahon xayrxoh inoqalarimizda xayrxoh javonlarni o'zini har bir murod maqsadi bor, murod maqsadiga dunyo oxiratga nasib qilganing. Va sallallohu taolo xayri xalqi Muhammadin va alihi va ashabihi ajmain. إليك أنت صباحي مسفد بمسايا أسكن ضياءك إني